Assalomu alaykum. Bankimiz mijozlari bugun 2025-yil 10-iyun tadbirkorlar bilan uchrashuv rejalashtirganmiz. Shu maqsadda sizlarga yig'ildik. Hozirgi kunda bank produktlari bilan tanishtirib o'taman. Bugungi kunda bankimiz tomonidan biznesga birinchi qadam, biznesga ko'mak mahalla loyihasi doirasida kredit ajratib kelmoqda. Jismoniy shaxslar uchun, yuridik shaxslar uchun 312-qaror asosida kredit ajratib kelinmoqda. Biznesga birinchi qadam, biznesga ko'mak mahalla loyihasi doirasida kreditlar 25%dan, xotin-qizlar uchun 23%dan ajratib kelinmoqda. Kimda olish istagi bo'lsa, kerakli dokumentlarni taqib bankka murojaat etishingiz so'raladi. Buning uchun kerakli hujjatlar mahalla loyihasida 50 million so'mgacha 50 million so'mgacha foizi shu 25%, xotin-qizlar uchun 23%, 2 yil imtiyozlari bilan 5 yil ajratamiz. Biznesga ko'mak 17 million so'mgacha 4 yil 6 oy imtiyozlar bilan ajratamiz. Biznesga birinchi qadam 5 million so'mgacha 12 oyga ajratamiz. Bunda o'zi bayt qilganligi to'g'risidagi ma'lumotnoma, keyin hokim yordamchisi tomonidan beriladigan tavsiyanoma hamda kirit ta'minot hujjatlari kerak bo'ladi. 312 doirasida ajratiladigan yuridik shaxslar kreditlar uchun bir yil davomida faoliyat ko'rsatib turgan tadbirkorlik subyektlarini ajratiladi. 21%dan 7 yil muddatga 3 yil imtiyozli davr bilan ajratiladi. Xotin-qizlar uchun 19%dan.